Orqamdagi narsa nima bilasizlarmi? Bilsangiz izohlarda yozib qoldiringlar. Do'stlar, shu barcha ko'rib turganinglar daraxtlar uchun maxsus tirgagich. Bular 3 ta bo'lib daraxtni yoniga ekiladi va barchasi maxsus suyuqlikka botirilgan, uzoq yillar xizmat qilib chirib ketmasligi uchun. Bularni qanaqangi tarzda ishlatilishini hozir biz demonstratsiya qilib ko'rsatib beramiz. Mana hozir daraxtlar uchun tirgagichni qanaqasiga o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganinglardek, bitta daraxtimiz uchun 3 ta dona kerak bo'ladi va shunaqa maxsus kamari ham kerak bo'ladi. Ko'rib turganinglar maxsus kamar, bunda 3 ta chashasi bo'ladi va ushbu tirgaklarga o'rnatilib, keyin birgalikda daraxtga fiksatsiya qilib anaqasiga qotiriladi. Hozir buni ko'rsataman qanaqa qilishini. Do'stlar, juda ham yengil, tajribasi yo'q odam ham o'zi ham bemalol o'rnata oladi. Hop. Men tirgakda ham yengil ko'ryapsizlar, bemalol ko'taryapman. Va tiqib o'rnatiladi, tortiladi. Bo'ldi. Daraxtingiz ildizi ekilganda yaxshilab yerga o'rnashib olib, shamol qattiq bo'lganda qiyshib ketmasligini va ildiz tizimi yaxshilab o'sishini ta'minlab beradi. Shunda daraxtingiz sog'lom va chiroyli bo'lib o'sadi. Tirgaklar bizda juda ham katta miqdorda mavjud. Narxlari juda ham arzon. Bemalol kelib Flowers Garden'ga istalgan miqdoringizda xarid qilishingiz mumkin. Pastdagi telefon raqami orqali murojaat qiling.